Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, qadrli tomoshabinlar. Bizni seximizda ishlab chiqarishimizda mavjud bo'lgan termotravertin tosh mahsulotlarini turlari bilan bir tanishtirib o'taman. Hozirgi kunda juda ko'p sotilayotgan bazaltlik termotravertin mahsuloti 30 ga 60 razmerda 100 plotность bazaltlik armirovka setkasi bilan. Hop, 1 kvadrati sexdan joyidan sotishimiz 170 ming so'm. Keyingisi hali yangilik bo'lgan, deyarli O'zbekistonda kam sonli ishlab chiqaruvchilarda mavjud bo'lgan 25 kellik razmerdagi termotravertin mahsulotini 30 ga 60 ga o'xshagan faskaligi. Hop, mana oldingi chiqargan 25 kellik termotravertin mahsulotimiz faskasi shunaqa avalni bo'ladi, lekin bu yangi turdagi termotravertindagi umuman boshqacha. Xo'p, bunisi seriya svetni xohlaganlar uchun bu ham o'zini tabiiy rangida chiqqan, rangi o'chmaydi. Shunaqa kulrang rangda chiqdi. Xo'p, bunisi g'ishli fasonimiz, bunisi 3D fason. Xo'p, bu yerda dojdik fasoni. Bunisi 30 ga 60 razmerdagi bazaltli termotravertin mahsulotimizni orqa tarafdan ko'rinishi. Hozir yangilik bo'lib turgan mana shu 25 kellik fasondagi termotravertin mahsulotimiz ham juda chiroyli chiqdi. Xudo xohlasa fasadga o'rnatilganda ham ideal holatda turadi. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Energiya tejamkor, yoz issig'idan, qish sovug'idan himoya qiladigan mustahkam fasad bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.